5. bab. Ey Ayub, nido qilib baqqin. Kim sana cevap bererkin? Qaysu periştidin medet tilaysan? Ahmaq odamni g'azab o'ltirar, nodon odamni hasad. Men nodon odamning makon tutib, yiltiz tartqinini ko'rgan edim. Lekin tuyuqsiz uning uyini qarg'ish tutdi. Uning boli jaqilari bexatarlikdan to'limu yiroqda edi. Ular shahar darvozasida sot chiqqanda bo'zaq qilinsimu hech kim qutqizib olmadi. Nodonlarning hosilini ashla gap tugatdi. Hatto tikanlar orasida o'sganlarimu qolmadi. Boyliqlarini och ko'zlar yutivatdi. Baloyi ofat yerdan chiqmas, mushkulot yerdan unmas. Xuddi o't uchqunlagandek inson tug'ilibla mushaqqatdan xoli bo'lolmas. Agar men bo'lgan bo'lsam, Xudoni izlab, ishlarimni uningga topshirardim. U mo'lcharligisiz cho'ng ishlarni qiladi. Son-sanoqsiz mo'jizalarni yaratadi. Zeminga yomg'ir yog'dirib, itizlarni sug'urdi. U pekirlarni martivilik qilib, miskinlarni bexatar joyga qo'yadi. Hiyligarlarning hiylisini buzib, ishlarini amalga oshirmaydi. U aqlliqlarni o'zining hiylisi bilan boplab, makkarlarni noumid qo'yadi. Ular kunduzi qorong'ulikda qilib, tushliki xuddi kechidek timiz qilaydi. Xudo namratlarni zo'ravonlarning qo'lidan, qilishdek o'tkir tillaridan qutqizadi. Shunda qilib namratlarga umid berib, razillarning og'zini tubaqlaydi. Qara, Xudo tarafidan tarbiyalanganlar ne kadar baxtlik, ha? Shunga sen hammaga qodir Xudoning tarbiyasiga sal qarama. Xudo odamni yarlandırsa, yarısını tanıdı. Odamni zahmlandirsa, zahmisini davolaydi. Olti qitim bala qazoga uchirsanmu, Xudo seni qutqizdi. 7. qitim beshinga ofat kelsimu, sana ziyon zahmat yetkazolmaydi. Açarçılıkta u seni ölümdün qutqizdi. Urushda seni qilishning zarbisidan qutuldurdi. Til ahonatlardan aman qolisan. Bala qazo kelganda uningdan qo'rqmaydigan bo'lasan. Ofatlar va qahatchiliklarni mansitmaysan. Zemindeki yırtqıç hayvanlardan korkmaysan. Yer og'dirganda etizdeki taşlardan, daladaki yırtqıç hayvanlarning xatiridan ansirishingning hojati yo'q. Chediringning aman esan bo'ldiganligini bilasan. Sanab ko'rsang, qo'rqingdagi qo'ylar kam chiqmaydi. Evlatlarının köp bolduğanlıqını, xuddi ot köptek mol bolduğanlıqını bilirsen. Sen çokum, uzun ömür körsen. Vaqt kelgende xuddi pişkan buğdaydek orilsan. Mana bula biz ispatlığan haqiqatlardır. Bularni anladın. Özün muloyiza qilib ko'h.